Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bu narkotik moddalarga qaramlikning ortib borayotganligidir. Raqamlarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, so'nggi 10 yil ichida dunyo bo'ylab giyohvandlikka ruju qo'yganlar soni 23% ga oshgan. Afsuski, bu fojia O'zbekistonni ham chetlab o'tayotgani yo'q. Hatto maktab yoshidagilar orasida ham narkotik moddalarga ruju qo'yganlik holatlari uchramoqda. Kimdir bu yo'lga ongli ravishda kirib qolsa, yana boshqalar bilmasdan qadam qo'yadi. Muxbirimiz 14 yoshida zahri qotil domiga tushgan va hozirda bu yo'lning xato ekanligini anglab yetgan hamyurtimiz bilan suhbatlashdi. Bundan bir necha 10 yillar avval 50 yoshdan oshganlar orasida ichkilikbozlik kuzatilardi. Hozir 21-asr ichkilikbozlikning o'rnini giyohvandlik egallagan va bu holat 13-14 yoshli o'smirlar orasida ham kuzatilyapti. Bugun bozorda turli xil giyohvand moddalar juda ko'p. Avvallari asosiy yetkazib beruvchi mintaqalar, masalan, Afg'oniston xususan geroin bilan mashhur edi. Hozirda esa ishlab chiqarish mahalliy darajaga ko'chib o'tdi. Yangiliklarda tez-tez yashirin laboratoriyalar fosh etilgani haqida xabarlar qilinmoqda. Bu esa narkotiklar aynan shu yerning o'zida tayyorlanayotganidan dalolat beradi. Zamonaviy narkotiklar kimyoviy birikmalardan olinadi. Maxsus laboratoriyalarda kerakli moddalarni bir-biriga qo'shish kifoya va tayyor mahsulot qo'lga kiritiladi. Endi hech narsani ekish, parvarishlash shart emas. Barchasini kimyoviy jarayonlar o'rnini bosmoqda. Yaqin do'stingiz yoki biror tanishingiz qo'lidan ichilgan ichimlik iste'mol qilingan narsa ortidan narkotikka o'tirib qolmasligingizga ishonchingiz komilmi? Bo'lmasa kunlardan bir kun ko'zingizni narkodispanserda ochishingizga to'g'ri keladi. Maktabdagi qizlarga narkotik modda Shveysariya vitaminlari sifatida taqdim etilgan. Ichib ko'r, sen yaxshiroq, chiroyliroq, muvaffaqiyatliroq bo'lasan deb qiz sinab ko'radi va unga yoqib qoladi. Bunday moddalar odamga kuchli baxtiyorlik hissini beradi. Aslida ular insonning ichki quvvatini yig'ib birdan chiqaradi va soxta baxt hissini paydo qiladi. Bu holat yoqqanidan o'quvchi qiz tobora ko'proq iste'mol qila boshlaydi va oxir-oqibat qaramlik shakllanadi. Tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan avvalgi narkotiklarda dozani oshirib borsa odam tezda o'lib qolishi mumkin edi. Zamonaviy narkotiklar esa yashirin holda ta'sir qiladi. Inson sekin-asta jamiyatning normal a'zosidan butunlay yimirilgan shaxsga aylanib boraveradi. 39 yoshman. Birinchi narkotikni 14 yoshimda iste'mol qilganman. Uylangan edim, ikkita farzandim bor edi. O'sha narkotik meni shu darajaga olib kelgan ediki, o'sha oilamni ham haydab yuborgan edi uydan. Hamma narsamni yo'qotib qo'ygan edim. Qarindosh urug'lardan voz kechib yuborgan edim. Menga faqat narkotik kerak bo'lgan. Insonlarda qaramlik turlicha shakllanadi. Zararli oqibatlari menda kuzatilmasa kerak degan yolg'on tuyg'u bilan narkotiklarni iste'mol qila boshlaydi. Men обязательно narkotik olib qo'yardim, ertalab turishim bilan urib olishim uchun. Men qachonki o'sha narkotikka ursam, men odam qiyofasiga kelardim. Mazam bo'lmagan paytda o'rtog'imga telefon qilib, menga dastavkadan chiqarib yuborganman narkotikka. Yuvayotgan paytimda adam kelganlar, adam orqalaridan dastavkachi kelgan, ichini ochib ko'rsalar, ichida parashokka ko'rib qolganlar narkotik. Har yili 292 million odam giyohvand modda iste'mol qiladi. Yil sayin bu ko'rsatkich o'sib bormoqda. Har 11 odamning bir nafari esa davolanishga o'zida kuch topadi. 10 kundan keyin meni reabilitatsiya markaziga olib ketishdi. Ota-onamdan juda xafa bo'lganman. Xohlamaganman ko'rishni. 4-oyda tushunib yetganmanki, ota-onam menga faqat yaxshilik tilar ekan, tuzalishni boshlaganman. 7 oy 20 kun reabilitatsiyada bo'ldim. Tarmoqlar orqali mahsulot yetkazib berish uchun yaxshigina pul to'laydigan ish e'lonlari ham chiqib qoladi. Lekin pishloq qopqonda bo'lganidek va'da qilingan oylik ortidan panjaraga yo'l bir qadam. 2017-yil oxirida zakladga O'zbekistonga kirib kelganman, bilishim bo'yicha. Sergeli tumanidan borib ketganman. Borib o'sha qaysi rayonda tursangiz, telefonga kirasiz, o'sha rayondan tanlaysiz, uzog'i bilan 1-2 kilometr yurasiz, ko'tarib olib ketasiz. Zakladchilarning asosiy vazifasi narkotikni yetkazib berish bo'lib, 16-17 yoshli o'smirlar katta biznesmenlar uchun xo'rak vazifasini o'tamoqda. Yetkazib beruvchi qo'lga tushgach, qamoqqa yo'l oladi. Uning o'rniga esa yana boshqasi keladi. Vaqtinchalik lazzat uchun o'zidan va o'zligidan kechganlar pushaymon qilishga ham ulgurmasligi mumkin. Men bilan birga yonimda iste'mol qilib yurgan iste'moldoshlarim 85% qamalib ketgan, 10% boshqa shaharga qochib ketgan, 5% o'lib ketgan. Bu kun Sevinch Mardonova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.